Tadbirda Milliy gvardiya qo'mondonligi mas'ul rahbarlari, Milliy gvardiya Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi, Mirzobod tumani hokimligi, tuman nuroniylar kengashi a'zolari, viloyat harbiy prokuraturasi hamda boshqa jamoatchilik a'zolari ishtirok etishdi. Tadbir avvalida so'z olganlar davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan 2025-yilni atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb nom berilishi, yurtimizda ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda iqlim o'zgarishini yumshatishga qaratilgan yangi davrni boshlab berganligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Shu bois Milliy gvardiya organlari tomonidan ham ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida ko'plab sezilarli darajada ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi tashkil etilgan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida navbatdagi ko'chat ekish aksiyasida gvardiyachilar tomonidan 12 ming tutga yaqin manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Ushbu o'tkazilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ishlar Milliy gvardiya tomonidan ishlab chiqilgan reja asosida respublika bo'ylab doimiy ravishda amalga oshirilmoqda. Hozirgi kungacha Milliy gvardiya bo'linmalari tomonidan jami 1,5 milliondan ortiq manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Aynan bugun ham ushbu ishlar davomi sifatida 12 ming tutdan ortiq hududning iqlim sharoitlariga mos keladigan ko'chatlar ekildi va ularning parvarishi har bir harbiy xizmatchiga alohida biriktirildi. Bu esa daraxtlarning turli ob-havo sharoitlarida ham tez rivojlanishiga ko'makchi bo'ladi deb o'ylayman. Shuningdek, mahalliy hokimliklar tomonidan Milliy gvardiyaning hududiy boshqarmalariga ajratilgan 36 gektardan ortiq yer maydonlarida 19 ta yashil bog'lar yaratildi. Harbiy qism hududlarida daraxt ko'chatlari zaxirasini yaratish uchun 90 mingdan ortiq daraxt urug'lari, 68 mingdan ziyod qalamchalar ekildi. Bundan tashqari Mirzobod tumanidagi musiqali va san'at maktabining o'quvchilari tomonidan ranglarda tabiat tasviri mavzusida rassomchilik ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Ko'rgazmada namoyish etilgan har bir asar tabiat go'zalligini ranglar orqali ifodalar ekan, ayni paytda ekologik muammolarga e'tibor qaratishga chaqirishi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi.